Assalomu alaykum hammaga. 2021-yil avtomat Cobalt'ga ham 83 gradus, tabloda ham 83 gradus temperaturani chiqarib berdik. Bemalol ishlataversa bo'ladi. Moyda foizlargacha chiqarib berdik mana. 83 gradus motor temperaturasi qizib turganligi haqida mana 83. Birga bir ko'rsatchi qanaqa muammo qilib ishlamay qolib degan narsa bo'lmaydi. Ertaga 21-slo kuni Surxondaryoga boramiz. Yo'l-yo'lakay qilib video qilib tashlab ketaveramiz bemalol. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol qildirishlaringiz bo'ladi. Mexanika ham qilsa bo'ladi. Faqatgina 2018 dan tepasiga bo'lyapti. Sababi hozir undan pastga endi ishlab chiqilyapti. Unda ham yangilik bo'lib qolish ehtimoli katta tez kunda. Shuning uchun bemalol mana shunaqa yil bo'lsa, bemalol qo'ydirib olsalaringiz bo'ladi. Temperatura datchik juda ham kerak. Uni bilgan bilan bilmagan shunaqa kerak emas yuraveradi. Antifriz to'kilib ketishi mumkin, toshdagi radiator teshilishi mumkin. Shunaqa uchun temperatura datchik qo'ydiringizlar. Akamizga ham qo'yib berik. Mashinamiz 2021-yil bo'ladi. Japrabek yurgan. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni tanishtirib tarqatib qo'yamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, narxi 200 ming so'm. E'tibor uchun hammaga rahmat.